gapiraman desam xafa bo'lishadi. Hamkasblaringizga nisbatan unaqa qilmang, bunaqa. Lekin o'sha bemorlarni ko'rib jahlingiz chiqib ketadi. Qaysi viloyatda, qaysi doktor, nima dori yozadi, qanaqa fikrlaydi, qanaqa oilaviy biznes qilib olgan klinikasini. Pastida aptekalarigacha, qarindoshini tiqqanigacha. Hamma viloyatdagi doktorlarni qiladigan ishlarini men yomonlamoqchi emasman. Bemorlarimdan eshitaman. Masalan, bitta viloyat Buxoroning o'zidan yoki Surxondaryo yoki Vodiy yoki Xorazm har kun 10 ta bemor keladi, aynan farzandsizlik bilan. Endi men shu nagruzkada 3 yildan beri o'sha ochirat temasi bo'ldi. Alloh bersa bu yoq qancha bo'ladi bilmayman. Aynan o'sha bitta viloyatdan menga o'sha muammo bilan 100 dan ziyod bemor hozir aniq ko'rganman, kamida 400-500 ta har bitta viloyatdan. O'sha bilasizmi, 400-500 ta bemor degani o'sha qaysi laboratoriya nima tekshiradi, qayerda nima to'g'ri, nima noto'g'ri solishtirib ko'rganman-da, men uni oldindan bilganman-da. Ma'lumotlar bor. Hamma ma'lumot bor, lekin uni aytish mumkin emas-da. Uni aytsam kimnidir uyi kuyib ketadi. To'g'risida, men bilib turaman. Men tekshirganman, mana menda yaxshi chiqqan. Men bilaman bu yerda kim tekshirgan, laboranting kim, qayerdan o'rgangan. Men uni sandan oldin men uni bilib o'rganib, odam yuborib, ma'lumotim olib bo'lganman. Endi agar ishingizga professionalni yondoshsangiz, har qanday sohada eng zo'ri bo'lish uchun professional bo'lishingiz kerak-da. Siz masalan teleboshlovchisiz. Ishingizga professional yondashganingiz uchun ham hozir men hozir gapiringizni ega kesim deb gapiryapsiz. Men ega kesim degan gapni ona tili 8-sinfmi, 7-sinfda o'rganganman, o'qiganman. Ega kesim hali ham bor ekanda shu gaplar deyapman-da. Mana professional, to'g'rimi? O'rganasiz, bemorni yaxshi yordam berish uchun to'g'ri diagnoz qo'yish kerak. Bemorning vaqtiga, puliga yoki o'sha umriga xiyonat qilmasligingiz kerak. U sizga ishonib vaqtini yo'qotadi.